Takovat bilan esimga tushdi. Yerdan so'ra. Qilchoydan? Ha, nunlaring bor. Sizgami? Ha. Sizga aka do'konlar olib qo'ydim. Sizga zo'r narsa bor. Ana qilcho. Soymaning opasi Megana market uchun. Bu sizlarga aytayım, bir ay, bir yarım ayda bu her daim bir keladi. Qilchoydanman dedim mi? Qilchoydanman. Qadamboy. Qadamboyning bu sarimayi nomeri deyim bu. Qilchoydan mana shu 1 so'm to'laman deb bozorga ketdi. Buningki bu. Bu to'q. Домашний. Domashni? Bu nega? Yani ko'rdingmi? Sraz tuvadan. Sraz to'q. Tanishib turdim. Tanishib. Oh. Haqiqat. Rahmat san, necha so'm to'la. Berini olaman. Tovuqning qapasini ber Mirana marketga. Yine qara, bu sarimay keladi-ku. Bozorga kelib o'tirma, tur do'konga tashlab ketaverib cheshadi. Zag'ama kerak bo'lib ketdi mana. Ota bobom deysiz bunday. Zag'ama bormi? Bor. Bormi o? Opani yo'qmi? Ya enangmi? Zag'amani. Xonimga ota bobolamizning zag'amati bu. Ana. Bu narsalar faqat Mirana marketda turadi. Qaranglar, bug'doy, ey, qalbga ko'tar bu. Sizlarga birga ayting. Qo'yinglar-ku durush-purishga. Bu rost ekasimi bu? Shuning uchun ota bobolarimiz 90 100 yashab o'tiribdi. Zag'ama. Senchaga kirding? 45 demayni? 35. Qara mana. 2001-yil bolada 35 yosh. Chunki bu zag'ama domashni tuxumlarni olib bilgan bu. Uka berini oldim buni. Hisob kitobini deb aytdim. Qarang o'zingiz mana qadam aka. Eldima qara, rasmga tushirmasin meni. Bo'ldi, yurman. Rasmga tushirma joyi. Davay, ayt pullaringni, o'xshi. Ne gap? Akram bilan domates tuxumlar va hemen yetib. Ya sho'rasiz, bir sho'rasiz.